Sizda holsizlik bormi? Yaxshi dam olsangiz ham siz erta tongdan holsiz, charchoq, bosh og'rig'i og'ir bo'lib turyapsizmi? Albatta bu nerv sistemangizni noto'g'ri ishlayotganidan dalolat beradi. Sizning organizmingiz tozalovga muhtoj. Sizning organizmingiz albatta tozalov qilinsagina bu holsizliklarni yenga olasiz. Siz o'tirib o'ylab ko'ring, qachon oxirgi marta organizmingizni ichki tarafdan tozaladingiz? Bugungi kunda salomatlik mutaxassislari bitta men emas, juda ko'plar aynan organizmni tozalashni tavsiya beryapti. Tashqarini tozalasangiz qanaqa ko'zimiz quvnaydi, to'g'rimi? Ichkarini biz tozalashdan boshlashimiz kerak. Albatta bu 5ta filtrimiz, ichaklarimiz, buyraklarimiz, o'tqopimiz, jigarimiz, limfa kanalizatsiyamiz, o'pkalarimiz, ularni birin-ketin mutaxassis nazorati ostida tozalashingiz kerak. Shundagina siz o'zingizning tanangizdagi charchoqlarni, tushunarsiz og'riqlarni, tushunarsiz kasalliklarni, tushunarsiz diagnozlardan bemalol qutula olasiz. Siz qaysi diagnozda bo'lmang, men sizni tozalovga tavsiya beraman. Albatta, agar tozalov haqida to'liq ma'lumot sizga kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin va mana shu nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Men onlayn, offlayn sizga yordam bera olaman.